Ayni damda biz Yashnobod tumani Obusher mahallasiga kelganmiz. Orientirimizni tushuntirib o'taman. Orientirimiz Islomobod masjididan kirib kelganda bir 8-9 metr kirganda mashxonadan sotuvga tushgan umumiy yer maydoni 2,5 sotuv bo'lyapti. Xonalar soni 4 ta plus oshxona, aroq yuvinish xonalari bor. Sizlarning bitta ichkarini ko'rsa, obzorni qilib beramiz. Tarozi xonamizni ko'rib turibsiz, bitta mashinamiz bemalol sig'adi. Bu yerga uyimizda uzun holatda tushgan. Hop, bu yoq tarafimizda ko'rib turgan bitta alohida kichkina koridorimiz oldida o'zining mehmonxonasi bo'ladi. Yurtkalarga hammamiz ko'rib turganidek bu yoq tarafimizda ham bitta kichkinagina koridorimiz, o'ng tarafimizda ham bitta yotoqxonamiz bo'ladi. Chap tarafimizda ham tedesskiy spalniyamiz bo'ladi. Yurtkalarga hammamiz bu yoq tarafimizda o'zining oshxonasi bo'ladi. Oshxonasining oldida ham o'zining choy ichishga joylari bor. Hop, bu yoq tarafda o'zining bitta yuvinish xonasi, ichida yana bitta alohida yuvinish xonasi va alohida hojatxonasi bo'lyapti. Sizlarni ko'rdinglar, holatlari o'rtacha holatda bo'lyapti. Narxini $78,000 so'rashyapti. Yana o'tib turgan joylari ham bor. Pastda yana nomerlar yozib qoldiramiz. Telefon markazini qilsanglar bo'ladi.